Hammaga salom do'stlar. Bugun ikkinchi videomizni qo'yapmiz. Bugungi videoda obunachimga donat qilib beryapman. Ballon d'Or paskini shu ochish jarayonini videoga olyapman hozir. Obunachimizga 10+1 lik paskdan kerak ekan, shuni ochib beryapmiz. Mana do'stlar, paskimizni ham xarid qilib oldik. Endi buni ochamiz. Boshladik. Omadli kelsinda. Bismillahirrohmanirrohim. Kim bu? Norvegiya, City, Holland tushdi, Holland. No mayli, normalno. Yaxshi. Endi uni bitta screenshot qilib olamiz. Shu bilan bu pastni ochishni tugatdik. Keyingi pastlarga ham o'tamiz. Bolalar, bu endi ikkinchi obunachimizning akkaunti. Bunga ham 10+1 X Ballon d'Or paskini ochib beramiz hozir. Go ketdik. Sizlarga ham shunaqa paklar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib qo'yasizlar va xarid qilasizlar. Narxi 65.000 so'm. Kimga shunaqa paklar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda bor, o'tib qo'yasizlar. Go ketdik. Braziliya, RV, Barcelona. Rafinha menimcha. Rafinha tushdi mana. Kvartxeliya ham tushdi. Yaxshi, yomon emas. Bo'ladi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, shu aytganimdek 65.000 so'm. Telegram kanalim Jimbo26 desangiz chiqib keladi. Bolalar, mana yana bitta obunachimizga pask ochib beramiz. Shu yana Ballon d'Or paskini ochib beramiz. 10+1 eng yaxshi pasklardan biri hozirgi vaqtda. Kerak bo'lsa Telegram kanalimga o'tib olasizlar. Qani bolalar, keyingi videolar chiqish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani ketdik. Niderlandiya, RB, Inter, Dumfries tushdi bolalar. Yaxshi. Bugun omad kelmayapti nimagadir. Yana bitta obunachimiz akkauntiga kirdik. Nechanchiligini bilmayman, lekin ko'p ismdan ham chiqib ketdi u nechanchi akkauntligi. Bu bratimizga ham ana shu pastdan kerak ekan. Shu pastni ochib beramiz yana pakni. Shu pask deb yuboraveraman dabolda. Shu pak deyilishi kerak o'zi. Uzr, lekin oldindan. Mana buni ham olib olaylik. Ketdik-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Braziliya, LV, Ikon, Rivaldo 100%. Rivaldo tushdi mana bolalar, zo'r, yaxshi. Oxirga qarab yaxshi o'yinchilar tushib boshladimi deyman. Boshida salgina o'xshamadi. Yaxshi, keyingi obunachilarimizga ham olib bersak, xudo xolasa chiqsa yana, bo'lmasa o'zimizning akkauntimizda open pass qilganimiz qo'shib qo'yamiz videoga. Yana biri bor.
Başqa pasni ochib ko'ramizda. Mana bolalar, yana bir obunachimizning akkauntiga ham kirdik. Bu obunachimiz endi 107 113lik Pask anniversary paskidan keyin yana ana shu ommabop bo'lgan paskimiz bor edi, hammaga tanish 10+1 Ballon d'Or paski. Ana shuni xarid qildi. Shu ikkalasidan olib beramiz hozir. Boshida ana shu aytganimdek 107 113 anniversary paskidan ochamiz. Hozir taslatib qo'yaylik buni. Mana shu pask. Cross tushirsa bolalar. Qani ketdik-ku. Jordi. Ballon d'Or paskini ochamiz. 10+1ni omad kelib bir Dembele tushib qolmasa ekan bolalar. Buni ham ochib oldik. Mana endi omad kelib bitta zo'rtasi tushsa yaxshi bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Fransiya, Lova, Icon, Ribery, yaxshi, zo'r. Ana o botlar tushgandan yaxshi. Yaxshi tushdi bu safar. Yana keyingi videolar chiqish uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Kanalimiz rivoji uchun juda katta bu. Keyingi videolarda sizning akkauntingiz chiqishini xohlasangiz, shu donat servisimiz orqali murojaat qilsangiz, sizlarga ham shunaqa pasklardan ochib beramiz. Nasib bo'lsa. Bolalar, mana yana bitta akkauntga kirib oldik. Bunda ham Ballon d'Or pasklarni ochib beramiz. Buni ham xarid qilib oldik. Mana endi ochamiz buni. Ketdik. Braziliya, Lova, Icon, Rivaldo. Yaxshi o'yinchi tushdi mana. Zo'r. Yaxshi o'yinchilardan biri. Izidan Shevchenko tushdi-yu. Bunaqasi endi kamdan kam bo'ladi bolalar. Juda zo'r, kayfiyat ozgina bo'lsa ham ko'tarildi. Nimaga desa, boshida yaxshi o'yinchilar tushmayotgandi, hozir esa tushdi. Zo'r. Mana bolalar, endi oxirida o'zimni bot akkauntimga o'tib oldim. Endi bot deganim ikkinchi akkauntimda. Bu akkauntimda olmos ko'pligi tufayli shu akkauntda videoni davom ettiryapman. 23 mingta olmosimiz bor hozirda. Bu olmoslarga bugun shu anniversary eventini 3000 gameslik pakini ochamiz. Undan keyin esa Ballon d'Orni 1500 talik gamesli pakidan 2 marta ochamiz. Bugungi qiladigan ishimiz bu akkauntda shulardan iborat. Ketdik hozir. Shu aytganimdek anniversaryni mana shu paki. Bu pakda yangi o'yinchilar kelgan o'zi. Bu yerda eng yaxshilari Suarez, Rafinha, Diallo, Courtois, Saliba, Isak, Cole, keyin Gilberto Silva. Bulardan bittasi tushib qolmasmikan?
113 tushishi 1% ham kam. Hatto 1% ham emasda. Qani ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. O walkout berdi. Meksika Siti qayer bu? Brizon. Brizon. Yaxshi, lekin bola bundan Brizon tushishi o'zi qiyin men uchun. Menda unchalik ko'p ham yaxshi o'yinchilar tushmagan bunda. Brizon tushdi, yaxshi. Ballon paskini mana shu mingtalikda ham omad kelib qolmasdi ekan bizlarga. Bu yerda Beckenbauer, Usboy, Zidane, Roberto Carlos, Lamine Yamal, Dembele. Qani ketdik, bu ham ochamiz. Bittasini hozir oxirga kutamiz. Bittasini esa walkout berdi bu ham. Fransiya Siti Benzema tushdi. Benzema yaxshi. Buni ham oxirigacha kutamizmi yoki boshida bosib yuboramizmi? Boshida bosib yuboramiz bolalar, tavakkal qilib. Ketdik. O'xshamadi. Yaxshi, bu safar ozgina bo'lsa ham bu akkauntda omad keldi. O'tgan safargida 107 o'g'irlik futbolchilar tushgandi o'zi. Hozir esa yaxshi o'yinchilar tushdi. Shu bilan videomiz tugaydi. Keyingi videolarimiz chiqishi uchun videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda bu akkauntni overni balandlatamiz, ya'ni yangi o'yinchilar olib kuchaytiramiz akkauntni. Shu video chiqishi uchun bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz ham ishonchimiz ortib video chiqaramizda. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.